Diqqat, aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda neft, gaz qazish kamayib, elektr toki va benzin ishlab chiqarish o'sdi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib, like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishlikni unutmang. Diqqat qiling. Statistika qo'mitasi O'zbekistonda 2026-yil 1-chorakdagi sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi bo'yicha hisobot e'lon qildi. Tahlilda elektr energiya qazishda qisqarish, elektr toki, avtomobil va benzin ishlab chiqarishda o'sish qayd etilgan. Yanvar-mart oylarida mamlakatdagi 61 ming korxona jami 289,3 trillion so'mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqargan. Bu ko'rsatkich 2025-yil mos davriga nisbatan 8% ga oshgan. Eng yuqori qismatdagi sanoat tovarlari Navoiy viloyati 73,5 trillion so'm. Eng past qiymat esa Surxondaryo viloyati 3,8 trillion so'm hissasiga to'g'ri kelgan. Neft, gaz va ko'mir qazishda pasayish kuzatildi. 3 oy davomida respublikada 9,6 milliard kub metr tabiiy gaz qazib olingan. Mazkur ko'rsatkich 2025-yil 1-choragiga nisbatan 1,7 milliard kub metrga yoki 15% ga kam. Dastlabki chorakda 157,3 ming tonna neft qazilgan bo'lsa, bir yil oldingi ko'rsatkich 160,8 ming tonna bo'lgan. Yanvar-mart oylarida 1,1 million tonna ko'mir qazib olingan. Mazkur ko'rsatkich bir yil avvalgidan 100 ming tonnaga pasaygan. Tok, benzin va dizel ko'rsatkichlari 3 oy davomida mamlakatda 22,93 milliard kilovat-soat elektr energiyasi ishlab chiqarilgan. Taqqoslash uchun bir yil avvalgi ko'rsatkich 21,9 milliard kilovat-soatni tashkil qilgan. Hisobot davrida 313,2 ming tonna avtomobil benzini ishlab chiqarilgan. Bu ko'rsatkich 2025-yil 1-choragida 304,3 ming tonna bo'lgan. Eng yuqori o'sish dizel yoqilg'isi ishlab chiqarishda kuzatilgan. Yanvar-martda 280,9 ming tonna dizel yoqilg'isi ishlab chiqarilgan. Taqqoslash uchun 2025-yil mos davrida ko'rsatkich 182 ming tonna bo'lgan. Bunda yillik o'sish qariyb 55% ga yetgan. Avtomobil sanoati o'sdi. 2026-yil 1-choragida O'zbekistonda 108,769 ming dona yengil avtomobillar ishlab chiqarilgan. Bu bir yil avvalgi ko'rsatkichdan 11,495 taga ko'paygan. Eng ko'p ishlab chiqarilgan avtomobil doimgidek Cobalt bo'lgan, 38,397 dona. Keyingi o'rinlarda Damas, Tracker va Onyx egallagan. Kia 3 oyda 7105 dona, BYD 5111 dona yengil avtomobil ishlab chiqargan. Mazkur avtomobillar qatorida faqatgina Damas va Onyx ishlab chiqarishda qisqarish kuzatilgan. Qolgan modellarda o'sish qayd etilgan. Do'stlar, shu va shunga o'xshash yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.